Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? Mana qayerdan narsalarimiz keldi. Hozir ochib obzorga beraman. Mana ochib oldim. Hozir hamma narsani, kelgan narsalarni birma-bir obzorga beraman qizlar. Juda ham yaxshi narsalar kelgan. Xo'sh, Bonixilni, shundan boshlasak, Bonixilni oqartiruvchi penkasidan kelgan. Bu ikki xil penkasidan kelgan. Bu oqartiruvchi guruchlik penkasi ham tarkibida nimasi ham bor, niacinamidi ham bor. Ikki karra oqartirish xususiyatiga ega. Keyin buni mana bu sitdan ham kelgan. Bular narxi Telegram guruhimda chiqqan qizlar. O'shandan bemalol narxlarini ko'rib olsanglar bo'ladi. Bu esa tinchlantiruvchi xususiyatga ega, ta'sirchan, yuzlarga yaxshi tushuvchi penkasi. Har qanaqa nima eng ta'sirchan yuzlarga ham yaxshi tushadi. Ko'p ta'sirchan yuzlar juda ham qiynaladi penka tanlashda, qichitadi deydi, quritadi deydi. Bu esa unaqa nima qilmaydi, qichitmaydi, quritmaydi. Yaxshi tozalab, tinchlantirib beradi yuzni. Bulardan bor, mana ikki xilidan bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Hajmi ham kichkina emas, 170 mg penkalari. Keyin mana buni qaranglar. Bu brendni CKT brendini penkasidan ham kelgan. Buni penkasidan sotmagandim. Maskalaridan, kremlaridan sotganman, lekin penkasidan endi keldi. Bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Bu ham chuqur tozalovchi, retinol va kollagenlik penkasi qizlar. Eng sifatli brendni penkasi. Buni ham narxi o'sha Telegram guruhimda chiqqan. Keyin Mamonti brendidan tarkibida bakuchiol va retinol bo'lgan va 98% tabiiy vitamin C bo'lgan tonerdan keldi qizlar. Bu toner ham ajinlarga yaxshi yordam beradi, yuzdagi dog'larni ham ochartirishga juda ham yaxshi yordam beradi va poralarni ham toraytirishga yaxshi yordam beruvchi tonerlardan hisoblanadi. Bilasizlar, Mamonti brendi Koreyaning eng sifatli brendlaridan hisoblanadi. Bu toneridan ham kelgan mana. Bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. 100% original Xodvi kosmetikalar. Pinskin brendini naboridan yana keldi. Faqat bu safar sariqdan keldi. O'tgan safar 3 xilidan sotdim. Sariq, pushti, oqidan sotdim. Bu safar faqat sariqdan keldi. Bu nabor ichida o'zini toneri, serumi va kremi bor qizlar. Bular dog'lar uchun yaxshi yordam beruvchi nabor. Dog'larni yaxshi ochartiradi. Men buni o'tgan safar sotganda o'zi 3 ta nabor sotganman. 3 xildan hammasidan yaxshi otsiv kelgan. Dog'larim ochardi, butunlay yo'qolib ketdi degan otsivlar ham kelgan. Bemalol ikkilanmasdan zakaz bersanglar bo'ladi. Ham arzon narxlarda kelgan bu safar. Mana. Keyin aksessuarni SPF dan kelgan. Bu SPFni bilasizlar, juda ham yengil yotadi. Har qanaqa yuzga tushadi, ta'sirchan, quruq, yog'li har qanaqa yuzga tushadi. Yuzda juda ham yengil turuvchi, himoyasi ham kuchli bo'lgan, ham oqartiruvchi xususiyati ham bor, chunki tarkibida niacinamid 2%. Yuzni quritmaydi lekin. Bundan ham nalishda bor, zakaz bersanglar bo'ladi. Keyin Dr. G'ni kremlaridan ham keldi qizlar. Red Blemish 70 mg. Buni oldin 50 mg-ligini 175 mingdan sotganman. Bu safar 70 mg-ligi 170 mingga to'g'ri kelyapti. Juda ham yaxshi narxda kelgan. Mana sroklari ham yangi. Ko'pchilik srogini so'raydi, arzon bo'lganligami. Xullas, mana sroklari ham yangi. Bundan ham bor. Buni aytmoqchi, har nimaga tushadi. Yuz ta'sirchan, yuzida toshmalari, muammolari bor yuzli qizlarimizga ham yaxshi tushuvchi kremlardan. Keyin Bonixil brendidan, mana bu brenddan ko'z atrofi uchun retinollik kremdan ham keldi. Tarkibida retinol bor, juda ham kuchli, ajinlarga yaxshi yordam beruvchi ko'z krem. Mana. Bundan ham nalichda bor. Narxlari o'sha Telegram guruhimda. Bemalol kirib olsanglar bo'ladi. Keyin mana ko'z kremi Bonixil va Numbuzin brendidan juda ham kuchli, hozirgi paytda eng ko'p sotilayotgan, Koreyaning o'zida ham eng ko'p sotilayotgan tonerlaridan tarkibida nat, pudren va
50 xil peptidlari bo'lgan, ajillaga kuchli yoshartiruvchi, ajillaga juda ham yaxshi yordam beruvchi toneridan ham keldi qizlar. Narxi ham juda ham yaxshi narxda chiqdi. 220 mingga to'g'ri kelyapti. Undimlasida 260 mingdan ham sotishadi. Bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Eng yaxshi tonerlardan hisoblanadi qizlar. Bundan ham bor наличиеda. Keyin qizlar yangi CC kremdan keldi. Bu yangi chiqdi. Buni ham juda ham sifatli deyishdi. Tarkibida pidreni bor ekan. Ham ajillaga, ham oqartiruvchi xususiyati ham bor bu CC kremni, namlantiradi. Hamma yuzga tushadi. Bu ham xuddi Ronasdagi nomeri yo'q. Yuzni toniga qarab moslashuvchan xususiyatga ega ekan bu ham. Undan ham наличиеda bor qizlar. Narxi ham 150 ming so'mdan. Bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Ronasdan ham bor, bu CC kremdan ham bor. Ikki xil CC kremdan ham наличиеda bor. Keyin 345 kremdan keldi. Mana Ronasdan ham kelgan. Keyin Gudal toneridan ham bor наличиеda mana 300 mg lik, xolis 100 mg dan ham bo'lib beraman bu tonerni. Keyin soch uchun juda ham ko'pchilik so'raydigan mist spreylarimiz. Bu tarkibida sut va keratin. Ya'ni sochlarni yaxshi parvarishlaydi, ham silliq qilib qo'yadi sochlarni, siluvchanligini ham yo'qotadi, ham dazmol ishlatganda ham oldin sepolsanglar, dazmoldan sochlaringizni ham himoya qiluvchi spreylardan qizlar. Hidi ham zo'r ekan. Bundan ham olib keltirganman. Zakaz bersanglar bo'ladi. Narxi ham unaqa qimmat chiqmadi, narxi ham yaxshi chiqqan. Keyin koksirni penkalardan keldi. Poralarni chuqur tozalovchi penkasi bu. Tarkibida snail musini bor, qora guruch bor. Ham poralarni chuqur tozalab, yuzni oqartiruvchi xususiyati ham bor buni qizlar. Rangi qop-qora bo'ladi, lekin yaxshi tozalaydi yuzni. Accessline mana bu mashhur serumidan keldi. Juda ham ko'p keladi, tugaydi. Har safar yetmaydi. Bundan ham наличиеda keldi qizlar. Nimani? Anvan enzim pudrasidan bor. Narxi 195 mingdan. Keyin Lala Resetni ko'k penkasidan ham наличиеda bor. Bilasizlar, bu yog'li ta'sir jinslarga yaxshi tushadi, poralarni juda ham zo'r tozalab beradi. Bundan ham наличиеda bor. Keyin qizlar va nihoyat men pomad olib keltirdim. O'zi onda sonda olib keltirardim, lekin bu safar ko'p oldim. Chunki mendan hozir ko'pchilik dekorativ kosmetikalar ham so'rasha boshlashgan. Endi tushlar ham, xudo xolasa qotayotganlar ham keladi, lekin bu safar faqat pomada keldi mana. Romantdan eng sifatli brend pomadalarni olib keltirdim. Romant tiplari ham kelgan. Mana har xil ranglaridan bor. Mana Plus juda ham ranglari sochning. Ularni Telegram gruppamda ochib, hammasi ranglarni ator qilib beraman. Mana buni rangi juda ham chiroyli ekan. Bu ham ikki xildan keldi buni. Mana bu bunaqa, bu bunaqa. Ikki xildan kelgan qaranglar. Kelasi ham romant trendidan. Plus bulardan ham наличиеda bor. Narxlar shu Telegram gruppamda qizlar. Keyin Arensia penkasi 3 xildan kelgandi. Mana yana bor edi. Arensia penkasidan mana bu yerda ekan. Xildan kelgan. Juda ham zo'r penka. Men o'zim mana shu ikkalasidan ishlatganman. Yuzim yog'li bo'lganiga mana shunaqa yoqqan qizlar. Yuzi yog'lilar, shuni ishlatib ko'rsanglar, umuman afsuslamaysizlar. Shunaqa zo'r tozalab beradi, yuzni shunaqa zo'r tozalab beradi. Mana bunda oqartiruvchi bu, bundan ishlatmaganman. Bu oqartiruvchi xususiyati ham bor. Tarkibida qora choyi bor ekan. Bu esa quruq yuzlarga yaxshi tozalovchi, namlantirib, ham namlantiruvchi penkasi Arensiani bu yog'li yuzlarga. Xullas bu ikkalasidan ishlatganman. Menga o'zim yuzim yog'li bo'lganiga shunaqa yoqqan bu yashili. Xullas bundan ham наличиеda bor. Narxi 185 ming so'mdan chiqqan. 120 mg. Umuman mana shu penkalarni olib ishlatsanglar, umuman afsuslanmaysizlar qizlar. Keyin Anvani nimasidan ham bor qizlar. Nima lolik maskalardan ham keldi. Bilasizlar, bu lolik maskalar poralarni yaxshi tozalab, poralarni qisqartirib, qora toshkalarni ham
yuzdan yaxshi olib tashlashga juda ham yaxshi yordam beruvchi pora nimalardan maskalardan hisoblanadi Anvani. Keyin Seulni ko'z kremidan kelibdi. Buni esimda yo'q, uni zakaz berganim. Bundan ham kelibdi. Retinollik ko'z kremi. Keyin Numbuzilni qizlar shunaqa zo'r oqartiruvchi serumidan kelgan, dog'lar uchun juda ham yaxshi yordam beruvchi serumidan kelgan qizlar. Tarkibida vitamin C va glutationi bor. Dog'larga juda ham yaxshi yordam beruvchi, hamma yuzga tushuvchi serum hisoblanadi. Bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Numbuzil brendini. Buni tonerida ham bor, lekin bu safar toneri kelmadi, faqat mana shu serumidan kelgan. Keyin Lola reseptni ampulalaridan va kremlaridan ham kelgan qizlar. Mana. Keyin Anvani retinollik, nonoretinol va peptidlik tungi kremdan bor nalichida. Bilasizlar, bu brendni, bu aynan shu krem juda ham mashhur. Tarkibida peptidlari va retinol borligi uchun juda ham yuzni quritib olmaydi. Quritib olmay, ajilarga ham, dog'larga ham juda ham yaxshi yordam beruvchi tungi kremi qizlar. Olib ishlatinglar, juda ham yaxshi narxda kelgan. Keyin mana bunaqa Anvani cleansing balmlardan keldi. Gidrofilli masala o'rnida ishlatsanglar bo'ladi. Mana cleansing balm. Xullas, bu safar Anvani narsalari zo'r narxda kelgan. Mana shu kremini narxi 140 mingdan shunaqa chiqdi, adashmasam 150 ming yoki 140 mingdan chiqqan. Mana bu nimasini ham narxi shunaqa chiqqan. Cleansing balmning ham narxi shunaqa chiqqan. Anvani narsalari zo'r narxda keldi. Selmaxni mana bu kremidan ham bor. Bu narxi 160 ming so'm. Barrier kremi, shu namlantiruvchi kremi. Bundan ham bor. Keyin mana Anvani o'yinlaridan keldi. Keyin mana tonerlaridan keldi. Mana tonerlari ham shunaqa yaxshi narxda chiqqan qizlar. Kirib, bemalol zakaz bersa bo'ladi. Keyin Asisvani kremidan, Lola resept kremidan va mana Skidi brendini dog'larni ochartiruvchi krem patch, ya'ni krem maskasidan keldi. Buni kechki payt surib yotasizlar qizlar. Yuzlarni mana o'zidan nimasi ham bor. Shotkasi keyin surasizlar, shu qotib qoladi. Faqat kechki payt ishlatiladi, lekin surasizlar qotadi, keyin plyonkadek tortib yuzlarda qotib qolgan plyonkadek tortib olsanglar bo'ladi. Yuzlaringizni oqartirib, dog'larni ham ochartirishga yordam beruvchi maskalardan. Keyin pudra keldi. Bonixilni guruchlik va niasinamidlik kremidan ham bor. Bundan ham ishlatganlar qayta so'rashdi. Yaxshi krem. Yaxshi krem bu ham qayta so'rash, lekin kelmayotgandi. Endi bundan ham bor nalichda hozir. Keyin kremni bu qanaqa? Bundan ham zakaz berganim esimda yo'q to'g'risi. Kollagenlik kremdan ham kelibdi. Buni ham aksiyalar narxlarini hammasini chiqarib qo'yaman do'konda. Mana bu keyin mana Anvani retinollik peptid kremlari. Keyin botokollagen kelgan. Mana Bonixilni tinchlantiruvchi krem va oqartiruvchi kremlardan kelgan. Keyin nimadan ham bor? Choy, jenshlik choydan kelgan qizlar. Donasi 3 mingdan shunaqa edi. Mevali kollagendan kelgan. Mana bu retinollik kremlardan ko'proq keldi. Mana bas hozirgi narsalarim shular. Hozir narigi korobkani ham ochaman. Bu korobkadagilar shular. Narigi korobkani ochib, obzorga beraman. Buni ahvoli shunaqa. Xullas, mana jenshlik choylardan kelgan. Donalik, keyin mevali kollagendan bor, botokollagendan bor qizlar. Bu birinchi korobkam. Hozir narigi korobkamni obzorga beraman. Bu korobkada narsalar shular. Bemalol zakazi borlar, zakaz bersanglar bo'ladi. Anvani ko'p narsalari skidkada kelgan bu safar. Bu esa ikkinchi korobkamiz. Buni ham ochamiz. Bunda shampunlar bor. Keyin bu antibistirantlardan keldi. Keyin mana shu Butter arzon versiyasidan keldi. Keyin Sermaxni mana nimasidan keldi, serumidan va Roundlabning benkasi, yana Medipilni ajinlar uchun serumi mana qizlar, ajinlar uchun serumidan bor. Keyin mana Mishani benkasi quruq yuzlar uchun retinollik toneri, Medipilni va buni nimasidan bor edi? Serumidan va kremidan ham bor edi. Mana bu kremi. Yo'q, serumi, bu serumi kremi debman. Hozir krem
Keyin shampunlarimiz 2 xildan kelgan, Eko Aloe kelgan. Buni bilasizlar, sochni yumshoq qilib qo'yadi, yaxshi tozalaydi. Hamma soch turiga tushadi, yog'li, quruq, qazg'oq, hatto qazg'oqlarni ham kamaytiradi. Keyin mana bu soch to'kilishi uchun, tinishi uchun, shikastlangan soch tolalari uchun aynan shu Eko Aloe'ni Black Garlic nomi ostida chiqqan qora chesnok tarkibida qora chesnoki bor, soch to'kilishiga, sinishiga juda ham yaxshi yordam berish shampunlarimizdan kelgan. Buni narxi 130, buniki 145 ming shunaqa chiqqandi adashmasam. Xullas, hozir bor narsalarim shular qizlar. Hozirda hammasidan наличиеda bor. Zakazlaringiz bo'lsa, Telegram gruppam sigasini video ostida qoldiraman. Zakazlaringiz bo'lsa Telegramdan yozsanglar bo'ladi. Savollaringizga ham Telegram orqali javob beriladi qizlar.